Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qarang, mana qo'shib berganmisa, mana qo'shib bergan. Mana bitta ikkita qo'shib bergan. Keyin qarang, mana chiqargan narsasini ko'rsataman sizga. Mana qarang, hozir bu vashim bo'lmagan, qotgan, mana qotyapti. Ayrim bu dabdilyapti. Mana pichoqlarini tushunib bo'lmaydi. Bunalar qo'shib bermay, bu narsalar qo'shib bermagan. Bu aldab sotganman dadamni. Buni mana qarang, buni ichida nimalar qo'shib bergan? Sizlarga ko'rsataman azizlar. Hozir kamerani yoqib berib qo'yay. Hozir qarang. Hozir ko'rasizlar. Mana men shu yerda mana. Mana shu yerda mana. Qarang, men ko'rib turibman. Mana menda mana shularda. Mana shu mahsulotlarimizni chiqargan narsasini qarang. Bular nima kerak aldab. Mana mahsulotlari odamni aldab sotadi. Mana qarang. Bergan narsasini qarang. Buni nimasi bu? Bu nima bu? Bu nima narsa ekan bu? Bergan narsasini mahsulotlarini aldab ikkita narsani aldab qo'ydi. Bu kulish, bu mana hozir yana ko'rsataman sizlarga, yana qarang. Hozir yechib ko'rsataman. Mana yechib ko'rsataman sizlarga, birodarlar. Mana hozir qarang. Hozir men ko'rsatish kerak buni. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana qarang. Bu aylab ketadi. Nima aylanayapti sababi bilmayman. Bu qot bo'lgan. Motivelarni shu mahsulotlar chiqargan narsasi, chiqargan narsasi bu. Qarang. Buni chiqargan narsasini biz halolmi olyapmizmi, harommi olyapmiz? Aldab sotish eng yomondan shu qarang. Mana qarang, sizlarga ko'rsataman. Qarang, ko'ringlar, mana qarang. Buni qo'ygan narsasini mana qarang. Mana yeyilgan. Mana yeyilgan. Mana qarang, ko'rsataman. Yeyilgan narsani ko'rsataman. Mana qarang. Mana tamom bo'lgan. Mana kirgan joyiga mana qarang. Mana qarang. Mana tamom bo'lgan. Mana qarang, qishayapti. Bergan narsasini qarang, qishiq. Bu nima bu? Bir pachinitlar qarang. İçide nimalar bor, uni bilmayman. Mana ichida qanday qilar bu, qanday uni qilsa, mana qo'shib berish kerak. Mana qo'shib bermagan, mana qarang. Bilasizlarmi? Qo'shib bermagan sababim tugul ekan. Mana